13. Aytoldining kun tug'di alik xizmatiga kelganligi aytiladi. Aytoldi otliq bir zaki odam bor edi. Alik donqini anglab tayyorlik ko'rdi. U yosh, yumshoq fe'l bir yigit edi. Aql idroklik, bilimlik ham cho'nqur fikrlik edi. Uning yuzi shunchalik chiroyli ediki, qarasa ko'zni chaqatdi. So'zlari yumshoq edi, tilidan haqiqat tamatdi. U barliq fazilatlarni to'liq o'rganib, bu fazilatlarni egilab yuratdi. U o'ziga qarab shundoq dedi: "Menmi bugun tumanlagan fazilatim bilan elning oldida turaman. Yana nimishqa bu yerda bekorga yuraman. Aligining yeniga boray va uningga xizmat qilay. Bu fazilatlarim Aliga foyda yetkazsin. U menga g'amxo'rlik qilsin, mushaqqatlarim tugusin." U idroklik, bilimlik, muloyim bey ekan va fazilat egilarini xohlaydi ekan. Aql idrok qadrini aqlliqlar biladi. Olimlar bilim sassa, uni bilimliklar oladi. Bir shoir buningga o'qishtirib va taqlid qilib, til va lafzi bilan bu so'zni aytdi. Bilimning qimmatini bilimlik biladi. Aql idrokning qadri bilimdan keladi. Tal va nodon bilimning qadrini nadan bilsin? Qayerda bilim tepilsa, bilimlik berib oladi. Oy to'ldi, ot, kiyim, qoral tayyorladi va xizmat qilishga yo'l olay dedi. U o'ziga lozimliq narsalarni tayyorlab bo'ldi. Bu dona olim Ali tarafga yo'l oldi. Yana u o'ziga aytdiki, men bu yerdan qo'zg'ilib Ali xizmatiga yuzlanib ketayotaman. Yot yerda mol lozim bo'ladi. Qo'l qisqilik qilsa, yuzim sarg'iydi. G'eriblik degan noyati qattiq narsa. Nini arlarning g'eriblikdan beshi qaygon. O'zim ishlatay desam, shubhisizki nurg'un oltin kumush kerak bo'ladi. Endi bilimi dengizdek kishining nima deganligini angla. Nazar solsang, u mamnun kishi so'zini o'xshitib aytgan. Kimiki xon xizmatiga kiray desa, kesib aytayki, uningga ikki narsa kerak. Biri og'riq silohsiz sog'lom hayot. U nuqsonsiz xizmat ko'rsatib, yuzini yo'riq qilsin. Yana biri ey zerak, sap oltin kerak. Uni ishlatib, o'ziga tegishlik ishlarni bajarsin. Shuningdan keyinla sening xizmating yaraydi. Buni bilsang, sana ishik taqalmaydi. Oy to'ldi, hojitim tushganda kerak bo'la deb, sap oltin kumush va mol dunyo elib oldi. U uydan qo'zg'ilib chiqdi. U yoqqa qarab mangdi. Bir muddat yurdi, ham bir muddat to'xtab dam oldi. Oxiri Ali turadigan o'rniga yetdi. Jon dili intilgan orzu tilikiga erishdi. Shaharga kirib qonalg'u izladi. Qonalg'u topolmay, dunyo uningga tor ko'rindi. G'amga potdi. Oxiri bir g'erib xoniga berib tushdi. Kechsi shu yerda yetib, chidam bilan tunni o'tkazdi. İdraklik kishining nima deganligini angla. Buni bilimdan elib va bilib turib sana so'zladi. Tonish bilishi bo'lmagan kishi yot kishilar ichiga kirib qolsa intayin qiyin bo'ladi. Yangi kelgan kishining tonishi bo'lmasa, davomliq muhtojlik ichida tursa, bak ig'ir bo'ladi. Tonish bilishi yo'q kishilar qorig'iga o'xshaydi. Qorig'i yo'ldan adashsa, uni so'kmaslik kerak. Agar kishi kep baxmagan elga kelsa, er kishimi kelindek tatinchoq bo'lib tili tutuladi. Yot yerdan kelganlarga yor yo'lak bo'l, yemak ichmak ba. Musofirlarni qadrla ey dono olim. Yotlarni qadrlasa, er yuzi yo'riq bo'ladi. Musofirlarga yaxshi qarasa, shuhrati tarqaladi. Kishiga har qanday yerda tonish bilish kerak. Har qanday ishlar tonishlar orqali qilinadi. Oy to'ldi,
bir qancha vaqt shu tariqada yurdi. G'ariblik azobi uning chiroyini sarg'aytdi. Keyin u kishilar bilan tanishdi, makon tutdi va kulib yuzi nurlandi. Yana u el og'ini tutib ular bilan yaqinlashdi. Cho'ng'igimi, kichigimi ochiq chiroy ochdi. Oy to'ldi, o'ziga bir hamroh topdi. Atoqliq bir kishi bilan do'stlashib maslahatlashdi. Oy to'ldi, yaxshi bir odamni do'st tutdi. Uning ismi Ko'samish bo'lib, yaxshi ishlar qiladi. Oy to'ldi, uningga ko'nglidagi so'zlarni ochdi. Orzusi nimaligi va o'zining kim ekanligini aytdi. O'z yeridan nemishqa bu yoqqa kelganligini va o'zining bilganlarini so'zlab berdi. Aliki yaqin bir xos hojib bor edi. U nayt mard kishi bo'lib, Ali bilan sirdosh edi. Ko'samish bir kuni uning yeniga bordi. So'zga yo'l tepib, hamma gapni uningga aytdi. Hojib so'zni tahtiga yetkazib, Oy to'ldining maqsadi nima ekanligini to'liq so'radi. Ko'samish hamma gapni Oy to'ldining kim ekanligini va orzusining nima ekanligini so'zlab berdi. Hojibning Ko'samishga bergan javobi. Hojib aytdi: "Avval mening qishimga kelsin. Men uni ko'ray, u meni ko'rsin. Keyin bu so'zni Alikka yetkazay. Uning qachon kelib, qaysi kuni ko'rishishini so'ray." Ko'samishning Oy to'ldig'i aytgan so'zi. Ko'samish turib u yerdan chiqdi va yana Oy to'ldi qishig'i kelib dedi: "Ey Oy to'ldi, kuning tug'di. Endi berib hojib bilan tanishqin. Nima orzu tilaking bo'lsa, uningdan so'ra. U seni ko'rsin, bilsin, so'zlaringni anglasin. Nima tilaking bo'lsa, o'z tiling bilan so'zla. Uningga sening barliq so'zlaringni aytdim. Mendan ko'ra yaxshiroqi o'zing ochiq aytqin. Rost so'zlik, to'g'ri fikrlik odam nayt yaxshi aytgan. To'liq sapsasang, bu so'z intayin to'g'ri. Kishi boshqa birining so'zini so'zlabli qo'ydi xolos. O'z ishingga boshqalardan ko'ra o'zing jon ko'ydirsan. O'zingga qancha yaqin yaxshi kishi bo'lmasin, o'ylangin. U o'zingdanmi sodiq bo'la olamdi? O'zingga sodiq kishi izlasang, o'zingdan sodiqroq kishi yo'q. So'z tamom. Oy to'ldi, o'rnidan turib, to'nini kiydi. Chiqib, Ko'samish bilan u yoqqa bordi. Ishga yetib, otdan tushdi. Piyoda ichkari kirdi. Hojibning xizmatchisi kelib qarshi oldi. Ko'samish kirib hojib bilan uchrashdi. Yenib chiqib, Oy to'ldini chaqirib, hojib qishig'i ep kirdi. Hojib yaxshi qarshilib to'rdan o'rin berdi. Yaxshi va illiq so'zlarni qildi. Hojibning Oy to'ldig'i savoli. Hojib so'radi: "Kayfing qandoq? Kelib nega tushding? Turgan o'rning qandoqroq? Tonish bilishing, yor do'st birodaring bormi? Qaraydigan kishing yemak ichmakingchu?" Yana u so'radi: "Tilaking nima? Nima ish qilmoqchisan? Nimalar kerak?" Oy to'ldining hojibga javobi. Oy to'ldi aytdi: "Ey davlatlik hojib, men bu kun tug'di Aligning nomini angladim. Yiroqdan uning donqini angladim. Bilimidan, aql idrikidan, obdan so'zlaridan xabar topdim. Uning xizmatini qilishni orzu qildim. Uning ishiga xizmat qilg'ili keldim. Telekim Alikka xizmat qilmoq. Hojib munosib ko'rsa, bu so'zimni iltimos qilib baqsa." Hojib Oy to'ldini ko'rib yoqtirib qoldi. Uningga ko'plab madhiya aytdi. Uning husni chiroyi, mijoz xulqi, taqturqi, uz so'zlarining hammasini yoqtirib qoldi. Uni chin dilidan so'yib ma'qul topdi. "Bu kishi Ali xizmatiga yaraydi ekan", dedi. So'ygiga sazovor bo'lgan kishining nima deganligini angla. Kishi so'ygiga sazovor bo'lsa, nuqsoni fazilat hisoblanadi. Kimni so'ysang, uning ayibi fazilat tuyuladi.
Kimni söyməsən, onun fəziləti qusur bob görünüdü. Bununla şahid tariqasida tövəndiki söz esimga keldi. Ey aziz odam, buni sen o'qig'in. Diling kimni so'ysa, uning nuqsoni fazilatga aylanadi. Barliq ta'tur ishlari o'ng, kam yeri to'liq ko'rinadi. Diling kimni so'ysa, uning hamma narsasi so'yimlik bo'ladi. U ko'rar ko'zingga ursimi ko'rinmaydi. Hojibning oy to'ldig'i javobi. Hojib oy to'ldig'i javob berdi va dedi: "Aldirama, meni kutib tur. Men avval Aliga so'zingni yetkazay. Tilikingning nimaligini, o'zingning kimligingni aytay. Seni bilsin, ondan yuz ko'rishsin. Seni kamsitmasin, qadringni qilsin. Kerak narsang bo'lsa, men qarshib turaman. Hamma ishlaringni xushallik bilan atqirib beraman." Hojib nayt yaxshi so'zlarni qildi. Ishingni bejirib beraman deb qattiq bel bog'ladi. Yaxshi odam degan mushundoq bo'ladi. Yaxshi kishi xalqning yukini ko'taradi. Xalqni boshlagan va barliq ishlarning tegi taxtiga yetib ishlaydigan erning nima deganligini angla. Kimning davlati yuqori ko'tariladi ekan, u xalqqa yaxshi qonunlarni yurgizishi kerak. Kimiki xalqqa hokimiyat yurgizsa, qiliqi ko'rkam, mijazi tamkin bo'lishi lozim. Kimning xalq ichida gapi oqir ekan, uning tili so'zi shirin, o'zi muloyim bo'lishi lozim. Davlat degan o'zgarishchan narsa. Tuzaydi ham buzudi. U shunchalik turaqsizki, u tez keladi va tezlik ketadi. Baxt omadga ishonma, mumkin qadar yaxshilik qil. Bilginki, baxt bugun bu yerda bo'lsa, atsila u yerda bo'ladi. Ey baxt tiliguvchi, baxt uchun mag'rurlanib ketma. Kelgan baxt oxir ketib qoladi. Ey davlatman, davomliq muju davlating bilan turay desang, yaxshilik qilib turg'in. Sana ulug'liq nisb bo'lib baglikka erishsang, beshing oqargacha o'zingni kichik tut. Hojib yana mundaq dedi: "Endi sen qayt. Xushal yashag'in, chunki baxt kamarini bog'lading. Sen xizmat qilish fursati uchun ancha oldirma. Vaqt kelganda yepiq eshik o'zi ochiladi." Bilimli kishining bu so'zi yaxshi aytilgan. Bilimlikning so'ziga baqsang, u go'yo tovar durdunga o'xshaydi. Qandoqliki ishga oldirsang, uzunga so'ziladi, kechikadi. Oldirib qilingan ishlar o'kinishlik bo'ladi. İşning vaqtini kutish, oldirmaslik lozim. Ey dana, hamma ish o'z vaqtida bo'ladi. Oytoldining hojibga javobi. Oytoldi hojibning barliq so'zlarini angladi va mundaq dedi: "Taqat qilib o'zimni tutib olay." Hojib men bilan ko'rishdi va so'zimni angladi. Nima qilish kerakligini va vaqtni o'zi belgilasin. Hojib qaysi vaqtda meni xolasa shu zaman shu kuni kelay dedi. Oytoldi turib u yerdan chiqdi. Kelib uyga kirdi va to'nini yashdi. Hojib ko'rdiki, Oytoldining mijoz xulqi boshqa kishilarninkidan o'zgacha alohida ekan. U men bundoq aqlliq, bilimlik, xalqni boshlaydigan kishini ko'rmagan edim dedi. Bundoq kishilar nihoyat qis bo'ladi. Qis narsalar qimmatligi uchun qizning ismi qiz bo'lgan. Nimiki qis bo'lsa, u qimmatlik bo'ladi. Qimmatlik narsaga ko'p mushaqqat chekmagicha erishkila bo'lmaydi. Bundoq kishilar aliga lozim. Aliga lozim narsa alga lozim. Fazilat egasi hammaga foyda yetkazadi. Kishi fazilati bilan orzu tilikiga yetadi. Fursati keldi. Hojib Aliga so'z ichib, Oytoldining mijoz xulqi va taxtini bildirdi. Uning mijoz xulqi odatini so'zlab berdi. Farostiga munosib bilimlarini sanab berdi. Alining hojibga javobi. Ali angladi va dedi: "Keltir qani, u qayerda turdi? Uni bir ko'ray. Men izimni besib, mamlakat ishlarini qiladigan mushundoq bir kishini izlagan edim. Barliq tilakimga erishdim,
yana bir orzuyum shuki, mushundoq bir kishiga muhtojman. Ey jasur qahramon, yur, berib uni chaqir. Huzurimda uni menga ko'rsat. Hojib o'rnidan turdi. Eshikka chiqib, bir o'g'ilni yugurtib xabar yetkazdi. Bu bola yugurdi-da so'zni yetkazdi. Oytoldi o'rnidan turib, so'yingan holda tonini kaydi. U etini mindi, darvozaga yetib keldi. Hojib oldiga chiqib ishkirga boshladi. Hojib uni qadrlab to'rdan o'rin berdi. Qara, oy to'ldimi adab bilan o'ltirdi. Hojib Aligining huzuriga kirdi. O'ri turib Aligidan iltimos qildi. Aligining Hojibga javobi. Alik aytdi: "Chaqir, qishimga kirsin. Men uni ko'ray, u meni ko'rsin." Hojib chiqdi va "Ey oy to'ldi, tur. Alik huzuriga baxt kameri sana bağlandı" dedi.